Bugun men pensionerlar va ularning yaqinlari uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Avgust oyida pensiya pullarini vaqtida va to'liq olish uchun ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta ish. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nevaralariga, qarindoshlariga tegishli. Chunki ko'p odamlar pul kechikkandan keyin yugurib qoladi. Hujjat yetishmaydi, bank kartasi ishlamaydi, yashash manzili o'zgargani aytilmagan bo'ladi. Ishonchnomasi muddati tugagan bo'ladi. Natijada odam o'zining qonuniy pulini vaqtida ololmay qoladi. Men buni oddiy qilib hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa 5-ishni ko'pchilik e'tiborsiz qoldiradi. Ammo aynan shu sababli pensiya to'lovi kechikishi yoki vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va yaqinlaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video bir pensionerning pulini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyani bir xil tartibda olardi. Kimdir naqd pul ko'rinishida, kimdir pochta orqali, kimdir bank kartasiga. Hujjatlar ham ko'p hollarda bir marta topshirilgan, keyin odam yillar davomida pulni olib yurgan. Agar pensioner o'sha manzilda yashasa, pasporti amal qilsa, bank kartasi ishlasa, hech qanday muammo bo'lmasdi. Lekin hozir tartiblar ancha raqamlashtirilgan. Bank tizimi, identifikatsiya, plastik karta, elektron bazalar, yashash manzili, telefon raqam, ishonchnoma kabi masalalar muhim bo'lib qoldi. Pensiya jamg'armasi bank va boshqa tashkilotlar ma'lumotlarini solishtiradi. Bir joyda familiya boshqacha yozilgan bo'lsa, pasport muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, ishonchnoma eskirgan bo'lsa, odamning puli tayinlangan bo'lsa ham uni olish jarayonida muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun avgust oyida kutib o'tirmasdan oldindan tekshirib olish kerak. Men avgustda albatta yangi qonun chiqdi deb vahima qilmoqchi emasman. Gap shundaki, har oyning boshida yoki o'rtasida to'lovlar jarayoni boshlanadi. Oldindan tayyorgarlik qilgan odam muammosiz bo'ladi. Tayyorgarlik qilmagan odam esa navbatda turadi. Bankka boradi, mahallaga boradi, pensiya jamg'armasiga boradi, qayta hujjat yig'adi. Ayniqsa yoz oylarida ko'pchilik qishloqqa ketadi, farzandinikiga boradi, davolanishga chiqadi. Shunda pul olish masalasi yanada dolzarb bo'ladi. Eng birinchi va eng oddiy ko'rinadigan ish bu shaxsiy hujjatlarni tekshirish. Men har doim aytaman, pensiya olishda eng asosiy kalit bu shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'ri bo'lmasa, keyingi ishlar qiyinlashadi. Pensiyani avvalo hujjatining muddati tugamaganini tekshirishi kerak. Ba'zi odamlar mening pasportim bor-ku, nimasi muammo deydi. Lekin muddati tugagan hujjat bilan bank ayrim amaliyotlarni bajarmasligi mumkin. Masalan, karta almashtirish, yangi karta ochish, hisobni tiklash, telefon raqamini o'zgartirish, ishonchnoma asosida pul yechish kabi jarayonlarda amaldagi hujjat talab qilinadi. Hayotiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli ota bank kartasini yo'qotib qo'yadi. Pensiya kartaga tushgan, lekin karta yo'q. Bankka boradi. Bank xodimi yangi karta chiqarish uchun ID karta yoki amaldagi pasport so'raydi. Qaralsa, pasport muddati bir necha oy oldin tugagan. Endi ota avval hujjatni yangilashi kerak, keyin bank kartasini tiklaydi. Undan keyin pulini oladi. Agar u buni avgust to'lovi boshlanishidan oldin tekshirganida kechikish bo'lmasdi. Ikkinchi misol, ayol kishi turmushga chiqqanida familiyasi o'zgargan, lekin ayrim bank ma'lumotlarida eski familiya. Pensiya jamg'armasi bazasida yangi familiya turibdi. Odatda bunday farqlar katta muammo bo'lmasligi mumkin, lekin ayrim hollarda to'lov tizimida mos kelmaslik paydo bo'ladi. Shuning uchun hujjatdagi ism, familiya tug'ilgan sana JSSIR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami hamma joyda to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Nima qilish kerak? Pensioner yoki uning yaqinlari hujjatni qo'lga olib 3 narsani tekshiradi. Amal qilish muddati, ism, familiya to'g'riligi, tug'ilgan sana va shaxsiy raqam to'g'riligi. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, uni tuzatish bo'yicha arza beriladi. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Yoshi katta, o'zi yura olmaydigan pensionerlar bank kartasini yaqinda almashtirish kerak bo'lganlar. Pasporti eski namunada bo'lganlar, familiyasi o'zgarganlar, boshqa viloyatga ko'chganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Hujjati yangi, muddati uzoq, kartasi ishlayotgan, pensiyasini har oy muammosi olayotgan pensionerlar. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi.
Ikkinchi muhim ish bu bank kartasi masalasi. Hozir ko'plab pensionerlar pulini bank kartasi orqali oladi. Bu qulay. Pul tushadi, do'konda to'lash mumkin, bankomatdan olish mumkin. Farzandlar yordam berishi mumkin. Lekin karta bilan bog'liq muammo chiqsa, pensioner pul tushganini ko'rsa ham uni ishlata olmaydi. Avgustda ulgurish kerak bo'lgan ish shuki, karta amal qiladimi? Muddati tugamaganmi? PIN kod esdami? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqam ulanganmi? SMS xabarnoma yoki mobil ilova ishlayaptimi? Shularni tekshirib oling. Ko'pchilik karta muddatiga qarab ham qo'ymaydi. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, minchokchilik gullahi 24 bo'lsa, bu karta 2024 yil avgust oxirigacha amal qiladi. Agar minchokchilik gullahi 26 bo'lsa, avgust 2026 oxirigacha amal qiladi. Muddati yaqinlashgan karta bo'lsa, banka oldindan borib yangisini chiqarish kerak. Bir pensioner opaning misolini olaylik. Har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Opa karta orqali dorixona va oziq ovqatga to'laydi. Avgustda dorixonaga kirsa, karta ishlamaydi. Banka borada karta muddati tugagan. Yangi karta chiqarish uchun navbat, hujjat, ba'zan bir necha ish kuni kerak bo'ladi. Opa esa to'g'ri olishi kerak. Mana shu muammoning oldini olish uchun avgustning boshidayoq kartani tekshirish kerak. Yana bir nozik jihat, karta boshqa odamning telefon raqamiga ulangan bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasi o'g'ling telefon raqamiga ulangan. O'g'il chet elga ketgan, raqam ishlamay qolgan yoki boshqa odamga o'tib ketgan. Bank operatsiyalarida tasdiqlash kodi kerak bo'lsa, pensioner uni ola olmaydi. Shuning uchun kartaga ulangan telefon raqam pensionerning o'zida yoki ishonchli yaqinida bo'lishi kerak. Banka borganda nimalarni so'rash kerak? Birinchidan, mening pensiya kartam faolmi deb so'rang. Ikkinchidan, karta muddati qachon tugaydi deb so'rang. Uchinchidan, hisob raqamiga cheklov qo'yilmaganmi deb so'rang. To'rtinchidan, telefon raqami to'g'ri ulanganmi deb tekshirtiring. Beshinchidan, agar karta yo'qolgan yoki PIN kod unutilgan bo'lsa, darhol qayta chiqarish uchun ariza bering. Bu yerda bitta muhim ogohlantirish bor. Hech qachon karta raqamingizni, PIN kodingizni, SMS kodni begona odamga bermang. Pensiya pulingizni chiqarib beramiz, kompensatsiya tushiramiz, kartangizni yangilaymiz deb qo'ng'iroq qiladigan firibgarlar ko'p. Bank xodimi PIN kodni so'ramaydi. Agar kimdir SMS kod so'rasa, bilingki bu xavfli holat. Uchinchi ish ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin juda muhim masala. Yashash manzili va aloqa ma'lumotlari. Pensioner qayerda ro'yxatda turibdi? Amalda qayerda yashayapti? Pensiya qaysi hudud bo'yicha yuritilyapti? Bu ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, pensioner Farg'onada ro'yxatda, lekin doimiy ravishda Toshkentda farzandiniki yashayapti. Pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, muammo sezilmasligi mumkin. Lekin biror tekshiruv, hujjat yangilash, naqd to'lov, ijtimoiy yordam, qo'shimcha ma'lumot so'ralganda manzil masalasi chiqadi. Agar pensioner pochta orqali yoki uyiga olib kelinadigan tartibda pensiya olsa, manzil yanada muhim. Pochta xodimi eski manziliga boradi. Pensioner u yerda yo'q, to'lov qaytadi yoki kechikadi. Hayotiy vaziyat. Yetim 4 yoshli ona qishloqdan shaharga qizining uyiga kelib 2 oy yashaydi. Pensiyani odatda uyga olib kelishardi. Avgustda pensiya kelmaydi. Sababi to'lovchi xodim onaning eski manziliga borgan, uyda hech kim bo'lmagan. Ona esa pulimni berishmadi deb o'ylaydi. Aslida oldindan pensiya jamg'armasi yoki to'lovchi tashkilotga murojaat qilib, vaqtincha manzil olish usul karta orqali olish imkoniyatini aniqlashtirish kerak edi. Aloqa ma'lumotlari ham shunday. Telefon raqami o'zgargan bo'lsa, bu haqda bankda ham kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limida ham yangilash lozim. Chunki xabarlar, tasdiqlash kodlari, ayrim bildirishnomalar telefonga keladi. Ba'zi pensionerlar telefon ishlatmaydi. U holda ishonchli farzand yoki qarindosh raqami ko'rsatilishi mumkin. Lekin bu odam haqiqatan ham mas'uliyatli bo'lishi kerak. Nima qilish kerak? Agar siz yoki ota-onangiz boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib holatni tushuntiring. Men pensiyani qaysi tartibda olaman? Manzilim bo'yicha ma'lumot to'g'rimi? Karta orqali olishga o'tkazsam bo'ladimi? Uyga yetkazib berish tartibida men ko'chganimni qanday bildirishim kerak? deb aniq savollar bering. Shunda xodimlar sizga mavjud tartib bo'yicha yo'l ko'rsatadi. Kimlar bu masalani albatta tekshirishi kerak? Yaqinda boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chganlar, farzandinikida yashayotganlar, davolanish uchun uzoq muddat boshqa shaharga ketganlar, yolg'iz yashaydiganlar, pensiyasini pochtaga yetkazib berish orqali oladiganlar.
Agar siz har oy karta olayotgan bo'lsangiz ham, manzilni to'g'ri saqlash kelajakdagi muammolarning oldini oladi. 4-ish juda muhim. Agar pensioner pulini o'zi ola olmasa, ishonchnoma masalasini ustida albatta qattiq tekshirish kerak. Ko'p oilalarda ota yoki ona yoshi katta, kasal yura olmaydi. Pensiyani o'g'li, qizi, kelini yoki boshqa yaqin qarindoshi olib beradi. Bunda hamma narsa qonuniy va to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, vakil pulni ola olmaydi. Bank yoki pochta biz sizga bera olmaymiz, hujjat muddati tugagan deydi. Qarindoshlar esa xafa bo'ladi. Axir har oy men olib yurardim-ku deydi. Lekin tashkilot xodimi hujjatsiz pul bera olmaydi, chunki bu pensionerning mablag'i va uni himoya qilish kerak. Shuning uchun ishonchnoma muddati undagi ism, familiya, pasport ma'lumotlari vakolat doirasi albatta tekshiriladi. Misol, ba'zan 2 yoshli boboning pensiyasini nevarasi olib yuradi. Ishonchnoma o'tgan yil berilgan va faqat 1 yilga amal qiladi. Avgustda nevarasi bankka boradi, lekin ishonchnoma muddati iyulda tugagan bo'ladi. Bank pul bermaydi. Endi boboni notariusga olib borish yoki notariusni uyga chaqirish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, xarajat va asab degani. Agar ular avgustdan oldin tekshirganda bunday muammo bo'lmasdi. Ayrim hollarda pensionerning sog'ligi sababli u notariusga bora olmaydi. Bunday vaziyatda notariusni uyga chaqirish tartibi mavjud bo'lishi mumkin. Buning uchun yaqin notarial idoraga qo'ng'iroq qilib vaziyatni tushuntirish kerak. Pensionerning shaxsi tasdiqlanadi. U haqiqatan ham o'z xohishi bilan ishonchnoma berayotganini bildirish kerak. Bu juda muhim, chunki pensionerning pulini himoya qilish birinchi o'rinda turadi. Ishonchnomada nimalar bo'lishi kerak? Vakilning to'liq ism familiyasi, shaxsiy hujjat ma'lumotlari, pensionerning ma'lumotlari, qaysi tashkilotdan va qaysi mablag'ni olishga vakolat berilgani, muddat, imzo va notarial tasdiq. Agar ishonchnoma faqat ma'lum bir bank amaliyoti uchun berilgan bo'lsa, u boshqa joyda o'tmasligi mumkin. Shuning uchun hujjat tuzilayotganda pensiya va unga tenglashtirilgan to'lovlarni olish, bank hisobvaraqlari bo'yicha zarur amaliyotlarni bajarish kabi masalalar aniq ko'rsatilishi kerak. Buni notarius bilan maslahatlashib yozish ma'qul. Bu yerda yana bir nozik masala bor. Hamma qarindosh ham ishonchli bo'lavermaydi. Men ekspert sifatida doim aytaman, pensionerning puli pensionerning o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, kiyim-kechak, parvarish xarajatlari birinchi o'rinda. Agar pensionerning kartasi yoki ishonchnomasi boshqa odam qo'lida bo'lsa, yaqinlar nazorat qilib turishi kerak. Bu oiladagi ishonchsizlik emas, bu pensionerning huquqini himoya qilish. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan 5-ishga keldik. Ko'pchilik faqat pensiyam tushdimi yoki yo'qmi deb qaraydi. Lekin avgustda siz yana 3 ta narsani tekshirishingiz kerak. Qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligi, imtiyozlardan foydalanish holati hisobingizga yoki to'lovingizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qarzdorlik yoki cheklovlar. Birinchisi qo'shimcha to'lovlar. Ayrim pensionerlar yoshi, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik. Urush yoki mehnat faxriysi maqomi, parvarishga muhtojlik, kam ta'minlanganlik yoki boshqa asoslar bo'yicha qo'shimcha yordam yoki ustamalarga haqli bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil pul beriladi demayapman. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Lekin ko'p odamlar o'ziga tegishli imtiyozni bilmagani uchun yillar davomida murojaat qilmay yuradi. Misol uchun pensioner ota nogironlik guruhi bo'yicha hujjatini yangilagan, lekin bu ma'lumot pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkinligini bilmaydi. Yoki yolg'iz yashovchi pensioner mahalla orqali ijtimoiy yordam olish mumkinligini eshitmagan. Yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi tegishli hujjatlarni topshirmagan. Bunday holatlarda avgust oyida mahalla, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ijtimoiy himoya organlaridan aniq ma'lumot olish kerak. Ikkinchisi imtiyozlar. Pensionerlar kommunal to'lovlar, transport, dori-darmon, sanatoriy, tibbiy xizmat yoki boshqa yo'nalishlarda muayyan imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar hudud, maqom amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olaman degan yondashuv noto'g'ri. To'g'ri yo'l shuki, o'z maqomingizni aniqlaysiz, hujjatlarni ko'rsatasiz. Uchinchisi qarzdorlik va cheklovlar. Ba'zan bank hisobvarag'iga sud qarori, aliment, kredit, jarima yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha cheklov tushgan bo'lishi mumkin. Pensioner pensiyam kamayib tushdi yoki pul yecholmayapman deb hayron qoladi. Bunday vaziyatda bankdan yoki majburiy ijro byurosi bo'limidan sababini aniqlash kerak. Har qanday ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Agar xato bo'lsa, ariza berib, uni tuzatish talab qilinadi.
Masalan ne? Pensionerning nomiga eski kredit bo'yicha qarzdorlik chiqqan. U pensiya kartasiga pul tushganini ko'radi, lekin bir qismi ushlab qo'lingan. Bank ijro hujjati bor deydi. Pensioner esa bu qarzni tan olmaydi yoki allaqachon to'lagan bo'ladi. Bunday holatda tinch o'tirmaslik kerak. To'lov kvitansiyalari, shartnoma, bank ma'lumotnomasi yig'iladi va tegishli idoraga murojaat qilinadi. Aks holda ushlab qolish davom etishi mumkin. Yana bir misol, karta firibgarlar qo'liga tushgan. Pensioner SMS kodini aytib yuborgan. Natijada pul yechib olingan. Keyin pensioner pensiyam yo'qoldi deydi. Bunday vaziyatda darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklash, ichki ishlar organlariga ariza berish. Bankdan operatsiyalar ko'chirmasini olish kerak. Lekin eng yaxshi himoya bu oldindan ehtiyot bo'lish. Hech kimga kod bermaslik, kartani begona qo'lga tutqazmaslik, bankomatda yordam so'raganda ehtiyot bo'lish. Endi ayrim istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytib o'taman. Birinchi nozik jihat, pensiya tayinlangan bo'lsa, bu har doim pulni avtomatik va muammosiz olasiz degani emas. Tayinlanish alohida, olish jarayoni alohida. Tayinlangan pul bank, pochta, karta, hujjat, vakillik va identifikatsiya orqali sizga yetib keladi. Shu zanjirning bir joyi uzilsa, muammo paydo bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Pensioner vafot etgan taqdirda uning kartasidan pul yechish juda jiddiy masala. Ba'zi qarindoshlar baribir onamning puli edi deb vafotdan keyin tushgan pulni yechishga urinadi. Bunday ishlar qonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Vafot holatida tegishli idoralarga xabar beriladi. Dafn puli yoki meros bilan bog'liq tartiblar alohida rasmiylashtiriladi. Men buni alohida aytyapman, chunki ko'p odamlar bilmagandan xato qiladi. Uchinchi nozik jihat. Pensioner uzoq muddat chet elga ketayotgan bo'lsa, pensiya olish tartibini oldindan aniqlashtirish kerak. Kartaga pul tutsa ham, karta chet elda ishlaydimi? Telefon raqam roamingda ishlaydimi? Bank blok qo'ymaydimi? Bularni tekshirish kerak. Ba'zi banklar shubhali operatsiyani xavfsizlik sababli to'xtatishi mumkin. Shu sababli safardan oldin bankka borib karta imkoniyatlarini aniqlang. 4-chi nozik jihat. Pensioner yotib qolgan bo'lsa, uni o'zi kelmasa bo'lmaydi deb qiynamaslik kerak. Bunday hollarda qonuniy vakillik, notariusni uyga chaqirish, ijtimoiy xodim yoki mahalla orqali maslahat olish imkoniyatlari bor. Eng muhimi, hujjatsiz yo'l tutmang. Og'zaki kelishuv keyin katta muammoga aylanadi. 5-chi nozik jihat. Ma'lumotni faqat rasmiy manbadan oling. Telegramdagi noma'lum kanallar avgustda hamma pensionerga falon pul beriladi. Ariza yozmasangiz pul kuydi. Bugun oxirgi kun deb vahima tarqatishi mumkin. Bunday xabarlarga ishonishdan oldin pensiya jamg'armasi, bank, davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki rasmiy saytlar orqali tekshiring. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Endi men sizga aniq ro'yxat beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensioner bo'lsa, bugun yoki ertaga shu ishlarni bajaring. Birinchi qadam. Hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar, telefon raqam yozilgan qog'oz. Bank shartnomasi yoki hisob raqam ma'lumotlari. Hammasini bitta papkaga soling. Yosh katta odamlar ko'pincha hujjatni turli joyga qo'yadi. Kerak bo'lganda topilmaydi. Ikkinchi qadam, hujjat muddati va ma'lumotlarni tekshiring. Ism, familiya bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Hujjat muddati tugamaganmi? Agar muammo bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoraga borish rejasini tuzing. 3-qadam, bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Kartam ishlayaptimi? Muddati qachon tugaydi? Telefon raqamim ulanganmi? Hisobimda cheklov yo'qmi deb so'rang. Agar pensioner o'zi bora olmasa, bankdan vakillik tartibini so'rang. Har bir bankning ichki tartibi bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan bilib olish vaqtini tejaydi. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya to'lovi bo'yicha ma'lumotlaringiz to'g'riligini aniqlang. Manzilim to'g'rimi? To'lov usulim to'g'rimi? Qo'shimcha ustama yoki imtiyozga huquqim bormi? Hujjat topshirishim kerakmi deb so'rang. Savollarni oldindan qog'ozga yozib oling. Chunki idoraga borganda odam hayajonlanib, yarmini unutadi. 5-qadam. Agar pulni boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddatini tekshiring. Muddati bir oy ichida tugasa, kutmang, yangilang. Pensiyaga yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Vakil bo'ladigan odamning hujjati ham amalda bo'lishi kerak. 6-qadam, xavfsizlik choralarini ko'ring. PIN kodni alohida qog'ozga yozib, karta bilan birga saqlamang.
SMS kodini hech kimga aytmang. Bank nomidan qo'ng'iroq qilgan odamga ishonib, karta ma'lumotini bermang. Agar shubhali holat bo'lsa, kartani darhol bloklang. 7-qadam, oilada kelishib oling. Ota-onangizning pensiyasi qachon tushadi? Uni kim kuzatadi? Dori-darmon ro'yxati qanday? Kommunal to'lovlarni kim to'laydi? Hujjatlar qayerda turadi? Bular aniq bo'lsin. Bu nazorat emas, bu g'amxo'rlik. Yoshi katta odamga o'zingiz bilasiz deb tashlab qo'yish to'g'ri emas. Demak, avgustda pensiya pullarini vaqtida olish uchun 5 ta asosiy ishni bajarish kerak. Shaxsiy hujjatlarni tekshirish, bank kartasi va hisob raqamini nazorat qilish, yashash manzili va telefon raqamini yangilash, ishonchnoma masalasini tartibga keltirish, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar va cheklovlarni aniqlash. Bu ishlar murakkab ko'rinadi, lekin oldindan bajarilsa, pensionerning puli kechikmaydi, asab buzilmaydi. Navbatma-navbat idoralarga yugurish kamayadi. Men sizga maslahat beraman. Bu videoni ko'rgan zoti ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki qo'shningiz bilan gaplashing. Hujjatlarni tekshirib bering, bank kartasining muddatiga qarang, telefon raqami to'g'riligini aniqlang. Ba'zan 10 daqiqalik yordam katta muammoning oldini oladi. Izohlarda yozing. Siz pensiyani karta orqali olasizmi yoki naqd shaklda olasizmi? Avgustda qanday muammoga duch kelgansiz? Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan masalalarni tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring.